Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy baraka uylar obunachilar. Bugun biz aynan dehqon bozoriga tashrif buyurdik. Sababi Shodiyor Baxtiyorov nima qilyapti dehqon bozorida deydigan bo'lsanglar, Amerikadagi ko'p obunachilarimiz do'kon so'ragan edi. Tayyor holatdagi ko'plab do'konlar bugun aynan bitta videoda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mana shu yerdan zanamiz boshlanadi. 1, 2, 3 deb pastda podvollari bilan mana shu 3 ta zdaniya pastda podvollari bilan tayyor ishlab turgan biznes, ya'ni o'sha shashlik yoki bo'lmasam oshxona, sohaga o'qiydigan joy, ya'ni lokatsiya dehqon bozorida orqa tomondan kirsa ham bo'ladi, oldi tomondan kirsa ham bo'ladi. Qoq markazida joylashgan. Bu yerda umumiy 3 ta zdaniyamiz joylashgan, ya'ni do'konimiz joylashgan. Bunaqa do'konlardan ko'plab, ya'ni mana bu yerda aroq magazini sifatida foydalanilyapti. Agar olgandan keyin sizlar ham shu biznesni davom ettirsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam arenda sifatida o'zlariga topshirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham tayyor ishlab turgan biznes. Ko'rib turganingizdek, hozir shu tepani o'zidan sanab kelganimizda umumiy hozir 5 ta zdaniya bo'ldi, ya'ni 5 ta ishlab turgan biznes. O'ziga arendasini berib qo'ysangiz ham pul ishlayotadi. Oyiga $2,5 ziyod arenda kelib turibdi deyapti. No, bu 4 yillik o'sha narxda turibdi. 4 yil oldingi narxda turibdi deyapti. No, endi olganingizdan keyin balkim siz sistema almashtirishingiz ham mumkin. Chunki hozir narx-navo juda ham oshib ketgan. Bo'ldi hozir. Xo'p, mana bu yerda tayyor stolovoy, ya'ni o'sha kafe sifatida foydalanayotgan bu yer juda ham katta zal, qo'shimcha bu yoqda zal, oshxona, hammasi как положено ishlaydigan. Mana bu yoqda ham joylarimiz bor ekan. Ichidagi konditsioner, mebel jihozlar, stul hammasini topshirib ketaman deyapti. Xo'p, mana bu yerda ham bitta. Menimcha bu oshxonaga qaraydi. Stolovoyga qaraydi ham menimcha. O'zidan ham stolovoyga qaraydi. Ko'rib turganingizda mana bu yerda buni ham sotib olsa bo'ladi. Bu ham lekin bu zdaniyaga qo'shilib ketgan ekan. Qo'shimcha bu yerda ham kafe sifatida vaqtida foydalanilgan. Menimcha siz ham olib turib ishlatsangiz bo'ladi. Orqa tomondan bitta ko'rsatib o'tib ketaylik-da. Zdaniyamiz juda ham katta, umumiy maydoni 900 kvadrat maydondan ziyodroq bo'lishi ham mumkin, kam bo'lishi ham mumkin. Aynan to'shni hisob-kitobini bilmayman. Zdaniyamizda orqa tomondagi holati mana shu joygacha ekan. Umumiy aytib o'tganimizdek 900 kvadrat maydonga ega, dokument 100% toza. Ayniqsa o'sha Amerikadagilar mana shu dehqon bozoridan joy chiqsa deganlar uchun ayni muddo. Lekin bitta tomoni bor. Narxi ham juda ham arzon, ya'ni o'sha sentrda hozir 70 ming, 80 ming dollarga bitta do'kon sotib olasiz. Hozir oxirida narxini aytib o'tib ketamiz. 70 ming, 80 mingga sotib olasiz, lekin bu kishi juda ham yaxshi narxda aytdi. Aynan xalq bob, juda ham patolog sifatida o'tavermagan narxga, juda ham skromni narxda aytib qo'ydi. Menga juda ham yoqdi narxi. O'rtalig'ida darvozamizda kirish yo'lagi ham bor, bu tomonda, orqa tomonda, stenka tomondan kirish yo'lagimiz ham bor. Umumiy maydon aytib o'tganimizdek 900 kvadrat maydonga qurilgan. Dokument 100% toza joy. Umumiy hisobda bitta, ikkita, 3 ta, 4, bu yoqda tepada yana 8 ta. Общий hisoblaganda 8 ta ishlab turgan zdaniya, ya'ni o'sha oyiga $2,5 arenda puli kelib turadi. Bu 4 yillik sistema. Endi narx-navosi qanaqa deydiganlar uchun eng zo'r shikolat joyi. Aytib o'tganimda sentrda yo'l yoqalaridan 70 ming, 80 ming, 100 ming, 110 ming dollarga narsa olasiz, xarid qilasiz yoki joy yoki do'kon sotib olasiz. Lekin bu joyda umumiy bahosi 280 ming deyishyapti. O'tib beriladigan joyi bor. Pastda nomerlarni qoldiramiz va o'zimizda ham raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqish mumkin. 280 o'tib beriladigan joyi bor. Hujjat 100% toza. Ixtixon barakali uylar nomidan keldik desanglar, skidkani bombasi, mayda-chuyda summasiga qaramanglar, hozir akalarga kelishtirib beraman dedi. Tezroq aloqaga chiqish kerak. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, maxsus Ixtixon barakali uylar jamoasi. Aynan dehqon bozorida joy so'ragan, magazin, do'kon so'raganlar uchun bu videomizni maksimum uzatib qo'yamiz.